Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sahifamizga xush kelibsiz. Darslarimizni boshlashdan avval men bu darslardan qanday qilib unumli foydalanish haqida qisqacha gapirib o'tmoqchiman. Biz bu darslarni birinchi marta ommaga taqdim qilganimizda darslarimiz uchun alohida mana bunday sayt yaratgan edik. Demak, bu saytimizning nomi python.sariq.dev sahifasi edi va biz bu yerda barcha darslarimizni mana ko'rib turibsiz, 40 tadan oshiq dars. Demak, bu darslarimizni barchasini mana shu sahifaga joylaganmiz. Bu yerda har bitta darsimizni, demak, agar ko'rsangiz bo'ladi, video dars ko'rinishida kelgan va bu video darsni ostida esa mana bunday matn ko'rinishida berganmiz va har bir darsning oxirida amaliyot va bizni o'sha amaliyotning javoblari maxsus GitHub sahifasiga yuklangan. Demak, bu bizni asosiy o'sha birinchi marta darslarni taqdim qilgandagi sahifamiz edi. Va video darslarni kuzatsangiz, video darslarimiz davomida biz qayta-qayta mana shu sahifa haqida to'xtalib o'tganmiz. Lekin biz yaqinda bu darslarimizni qaytadan yangi platformaga joyladik. Bu platformamizning nomi mohirdev deb ataladi. Demak, mohirdev.uz sahifasi. Bu yerga biz darslarimizni joylagandan keyin nafaqat darslarni shunday o'zicha joylab chiqdik, balki darslarimizga ozgina o'zgartirishlar ham kiritdik. Bu yerda ham mana xuddi shunday, bu sahifaga kirsangiz, kursni boshlash tugmasini bosasiz va undan keyin bu yerda mana darslarimiz barchasi demak tartib bilan joylangan. Har bir darsni agar ochib ko'radigan bo'lsangiz, darsni videosi keladi va videoni ostida mana bunday demak maxsus matn ko'rinishida berilgan. Siz bu matndan foydalanishingiz mumkin. Dars davomida ko'rgan kodlarimiz bu yerda barchasi berilgan va shuningdek muhimi demak oxirida amaliyot uchun turli xil mashqlarni ham berib o'tganmiz. Endi bu darsimizni o'ziga xos xususiyati nima, qanday yangiligi bor desangiz, mana bu ko'rib turgan narsangiz, demak, mana bu darslarimizni matni maxsus formatda yozilgan. Siz mana shu darslarni bevosita onlaynda kompyuterni o'zida demak ishga tushirib, kodlarga o'zgartirish kiritishingiz mumkin to'g'ridan-to'g'ri. Buning uchun mana bu burchakdagi, demak, har bir darsni qarasangiz, mana bu pastida burchakda o'ng tomonda view file degan tugma bor. Ya'ni mana shu view file tugmasini bossangiz, odatda demak mana bunday sahifa ochiladi. Bu sahifada yana shu darsimizning matnini ko'rishingiz mumkin. Ana endi bu demak jovian.ai degan sahifa. Bu sahifadan ham ro'yxatdan o'tib qo'ying bir marta. Ana undan keyin mana bu darsni burchakda agar e'tibor bersangiz, mana bu yerda run tugmasi bor. Run tugmasini bosasiz va mana bu birinchi run on binder tugmasini bossangiz, darsimiz interaktiv holatda ishga tushadi. Endi siz bu yerdagi istalgan kodga o'zgartirish kiritishingiz mumkin. Misol uchun mana bu yerda kod bor. Bu darsimiz 12-dars, xatolar bilan ishlash. Va bu yerda biz ataylab kodlarga bir nechta xatolar kiritganmiz. Siz bu xatolarni to'g'rilashingiz kerak. Misol uchun mana shu yerda mana bu kodni mana bunday qilib xatosini to'g'irlab, tepada yuqorida mana bu yerda run tugmasini bossangiz, mana endi dasturingizni demak ko'rib turibsiz, natijasi boshqacha chiqdi. Demak, siz bu yerda kodlarga istalgancha o'zgartirish kiritishingiz mumkin va bu kodlarni ishga tushirib turli xil natijalar olishingiz mumkin. Shuningdek, darsimizning ostidagi mana bu amaliyotda berilgan kodlarni ham to'g'ridan-to'g'ri mana shu brauzerning oynasida ishga tushirib, ularga turli xil o'zgartirishlar kiritishingiz mumkin, ulardagi xatolarni to'g'rilashingiz mumkin. Bu demak sizga qulaylik yaratadi. Ya'ni kodlarni siz kompyuteringizda emas, to'g'ridan-to'g'ri brauzer oynasida yozishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam, agar siz bu darsga deylik qo'shimcha ravishda o'zingiz dars davomida o'rgangan narsalarni amaliyotda qo'llab ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu yuqorida ko'rib turibsiz, plus tugmasi bor. Mana shu tugmani bosib, pastidan istalgancha boshqa kodlarni ham yozishingiz mumkin. Mana bunday qilib, misol uchun hello world so'zini yozaman men hozir. Mana bunday qilib dasturni ishga tushirib, mana shu oynani o'zidayoq dasturimning natijasini ko'rishim mumkin. Demak, bu bizni darsimizni interaktiv qilishimizdan maqsad sizga endi bevosita kodlarni mana shu brauzerning oynasidayoq ishga tushirish imkoniyatini berish. Demak, mana shunday qilsangiz, bizni darslarimizdan unumli foydalangan bo'lasiz deb umid qilamiz. Shuningdek, bizni mana bu har bir darsimizning oxirida e'tibor bering, amaliyotdan tashqari biz bu amaliyotlarni javoblarini ham berganmiz. Javoblarni yoki to'g'ridan-to'g'ri matn ko'rinishida mana shu yerda berganmiz, yoki bo'lmasam bizni alohida GitHub sahifasida mana bunday o'zimizni demak github.com anvarnars Python darslari degan sahifamiz bor. Mana shu yerga kirsangiz, barcha darslarimiz mana ko'rib turibsiz, 0 dan boshlab 40-darsgacha barcha darslarning kodlari va har bir darsning javoblari mana bunday kod ko'rinishida berilgan. Siz bularni ham bemalol kompyuteringizga yuklab olishingiz mumkin va bulardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Darslarni yuklab olish uchun agar mana bu sahifaga kirgan bo'lsangiz, demak yuqorida kod tugmasini bosasiz va mana bu yerda
download zip degan tugma bor, bossangiz barcha darslarni kompyuteringizga yuklab oladi. Men mana shu videoni ostida ham, demak bizni Mohirdev sahifasida, mana shu videoni ostida ham mana bu demak GitHub sahifamizga bog'lama qoldiraman. Siz bemalol darsimizni, demak barcha darslarni, javoblarini va kodlarini kompyuteringizga yuklab oling va kelajakda bulardan unumli foydalaning. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Ana endi darslarimizni boshlaymiz.